Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, musofirda yurgan aka-uka, opa-singillar, salomatmisizlar? Videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'ringlar. Bugungi video sizlar uchun ish haqida bo'ladi. Oxirigacha ko'ringlar, to'liq ma'lumot olasizlar. Kanalga yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib, birdan like bosib qo'yinglar. Sizlar uchun ajoyib ish. Ko'pchilik obunachilarimiz so'ragandi. Biletga yordam beradimi? Ya'ni O'zbekistondan olib ketami o'zlari? Shunga bir yordam beramikan? Shunday bir ishlar bo'lsa chiqaring deb. Mana sizlarga ajoyib ish, do'stlar. Erkak va ayollarga usloviyasini aytib o'tadigan bo'lsak, bu yerda pitaniya faqat o'zingizdan bo'ladi. Yatog'i o'zi besplatniy bo'ladi. Patentingizga kelganingizdan keyin pul beradi. Turdoy dogovor qilib beradi. Udalmeni hammasini o'zlari qilib beradi. O'zbekistondan keladigan bo'lsangiz, gaplashasiz, ekran telefon raqamini yozib qoldiramiz. Pasportingizni tashlaysizlar, sizlarga bilet olib beradi. Masalan, 4 ta, 5 ta, 10 ta kishi bo'lib keladigan bo'lsangizlar, mana sizlarga ajoyib ish. Dogovor bilan ishlaydi, faqat ofitsialniy hech qanday levi dokument ishlatmaydi bu yerda. Registratsiyasi, patent pulingizni hammasini aytaman-ku, sizga qancha rasxod bo'ladigan bo'lsa, faqat yebizishdan tashqari hammasini o'sha firma tomonidan bo'ladi, do'stlar. Bu yerda dogovor bo'ladi. Dogovor bo'lganda 1 yil dogovor ishlaysiz. 1 yil ichida sizga opsiga beradi. Opsiga ketayotganda bilet pulingizni o'zingiz to'lab bilet sotib olib borasiz. Yana qaytaman shu ishga desangiz, murojaat qilsangiz, qaytish biletingizni olib beradilar o'zlari, do'stlar. Xullas, bu qanday ish deb so'rasangizlar, Rossiyaning Perm shahrida sportivniy krossovka ishlab chiqaradigan fabrika. Mana sizlarga ajoyib ish. Tikuvchilik biladigan aka-uka, opa-singillarimiz bo'lsa, masalan, bemalol kelib ishlasangizlar bo'ladi. Oyligiga keladigan bo'lsak, bu yerda tikuvchilarning oyligi $1000. $1000, keyin zagotovщикlarning oyligi $700. Endi dollar tushib ketishi mumkin yo unday bo'lishi mumkin degan savol bo'lsa, agar dollar qimmatlab ketsa ham, arzonlab ketsa ham shu $1000 ni oladi tikuvchi. Agar zagotovщик ham arzonlab ketsa dollar yoki tushib ko'tarilib ketsa, kursi o'ynab turibdi hozir. Yoki qimmatlab yoki arzonlab ketsa, shu o'sha $700 ni biladi zagotovщик. Mana sizlarga ajoyib ish. U yerda o'zlarimizning yurtdoshlarimiz, aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz ishlayapti. Lekin ish beruvchi ruskiy firma bu. Rus ayoli gaplashadi telefonda. Ruschani bilishingiz shart. Ozgina bo'lsa ham ruscha bilan gaplashib, shu yerda nimalarga beradi keyin telefonni, mana gaplashing, zemlakingiz deb o'sha aka-uka, opa-singillarimizga telefonni bergandan keyin o'zlaringiz gaplashib, so'rab olasizlar. Ish qanday, usloviy qanday, hamma yog'ini aytib beradilar. Yatog'iga umuman gap yo'q. Men o'zim ko'rdim. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'ringlar. Ish jarayonining videosi bor, suratlari bor. Qo'yib o'tamiz. Mana sizlarga ajoyib ish, do'stlar. Aytaman-ku, pitaniyadan tashqari hamma rasxod fabrikani o'zidan. Sportivniy krossovka ishlab chiqaradigan fabrika, katta fabrika, do'stlar. Tikuvchilikni biladigan aka-uka, opa-singillarimiz bo'lsa, masalan, bemalol agar siz tikuvchilikni bilmasangiz ham, borsak o'rganamiz desangiz ham, kelib ishlasangiz bo'ladi bemalol. Masalan, 15 kun, 20 kunda bu kiyim tikadigan juda qiyin narsa emas. Men o'zim ham ko'rdim. Bir hafta ichida o'rganib olsa bo'ladi. Mashinkada ishlaysizlar, bo'lgani vse. Krossovkani tagiga podosh qo'yib, kelib zagotovka tayyorlab beraverasizlar. Mana sizlarga ajoyib ish, do'stlar. O'zbekistondan kelaman deganlar bo'lsa, shu Alina degan ismini yozib qo'yamiz. Alina deb WhatsApp va Telegram bor. Agar WhatsAppni ko'tarmasa yoki nima bo'lmasa, голосовой SMS yoki oddiy SMS yozib qo'ysangiz, albatta javob beradi, do'stlar. Mana sizlarga ajoyib ish. Videomiz sal ko'proq bo'lishi mumkin. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Ish jarayoni, syomkasi bor, do'stlar. Qolgan savollaringiz bo'lsa, kommentariy yozib qoldiringlar, do'stlar. Endi ko'pchilik aytayapti, ish chiqaryapsiz, aka, telefon nomerini olmayapti deb. Endi telefon nomerini olmasligi bu mendan emas, menimcha. To'g'risini aytib, bunga men hech qanday aloqam yo'q, telefonni olmaslikka. Balkim zanitdir, balkim so'ng javob berar. Ish qilib, xuddi qandaydir bir SMSlar kelyapti, telefon ham kelyapti yurtdoshlarimiz, do'stlar. Shuning uchun kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yinglar, like bosib, foydali videolar faqat bizning kanalda, do'stlar. Xayr, sog' omon bo'ling.